Assalomu alaykum. Navbatdagi DTM 2024 savollarni ko'rib chiqishga davom etamiz. Demak, quyidagicha qo'sh tengizlik berilgan va bu n ning nechta natural qiymatida o'rinli deb so'rayapti. Agar quyidagicha qo'sh tengizlik berilsa, bu n ning b minus a ko'paygan b plus a ayrilgan 1 ga teng bo'ladi. Mana shuncha qiymatida o'rinli bo'ladi. Endi n ni topish uchun b ni o'rniga 2024 2024 plus 2023 minus 1. Birinchisini hisoblaydigan bo'lsam 1 ga teng, ikkinchi qavsni hisoblaydigan bo'lsam bu 7 4 4047 ayrilgan 1. Demak 1 karata 4047 bu 4047 ga teng, 1 ni ayirsam 4046. Demak javob D 4046 ga teng ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va DTM ga tayyorlanayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.